Unda eng baland domladan bittasi bu Piramid Tower hisoblanadi. Lokatsiyasi juda zo'r. Bobur mahallasiga kelganmiz. Bu yog'imiz Yakkasaroy to'yxonasi. Ko'rib turganinglardek, mana uy ichini bitta ko'ringlar. Chiroyliligini, remontini ko'ryapsizlarmi? Juda shinamgina Yevro remont mebel texnik 3 xona uyimiz chiqqan, 71 kvadrat. Upakovka ekan, hamma narsasi yangi kirib yashalmagan daji. Narxi esa 143 ming narxi, 6-etajda bu uyimiz. Polni mana ko'rib turganinglardek, kuxnilarni yasattirib qo'yishgan. Hamma narsa bor bu uyimizda. Kirib yashasangiz bo'ldi. Yashab bersangiz bo'ldi deydi-yu. Okam bu yoq kiruvchi xo'shkas hisoblanadi. Bu yog'imiz sanuzel. Sanuzellari ham juda katta keng. Bu yog'imiz dushovoy. Ko'rib turibsizlarmi, chiroyli ishlangan. Har bitta detalga ahamiyat berilgan. Bu yog'imiz детский ekan. Shkoplar qo'yib qo'yishgan, gardestroyni bilan yasattirib qo'yishgan. Bu yog'imiz stol, stul, portfel, hamma narsa o'sha yozuvchi-chizuvga kerakli bo'lgan narsa bolalarimizga. Keling, mana bu yog'imiz родительский hisoblanadi. Lekin remont yorib qo'yishdi bor. Hamma narsalarga bor. Lokatsiyani mana bitta ko'rsataman, balkonchikini. Lokatsiyasi juda zo'r. Shu uyimizga 143 ming so'raymiz. Startoviy. Qiziqqan bo'lsa, opsiya nomerini qoldiramiz. Like va podpiska bosishni esdan chiqmasin.